Assalomu alaykum hammaga. Polshada, Varshava territoriyasida ishlash xohlovchilar bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bitta like bosishni unutmanglar o'rtoqlar. Telefon raqamim ham sirazi oldindan aytaman. +48 bilan 780 505 555. Xo'p, o'rtoqlar, bizda Yankini ko'pchilik bilish kerak, adashmasam. Yankida Bedronka skladida 4-5 ta bo'sh joyimiz bor. Ish 8 soatdan, ammo yaxshi tomoni biron joyda qo'shimcha ish izlab yurgan odamlar uchun, yurtdoshlarimiz uchun yaxshi. Agar ishi yo'q, 8 soat ish kamlik qiladi deydigan bo'lsa, pravasi bor odamlar bo'lsa, dastavka ishiga bog'lab beramiz. 8 soat skladda ishlaydi. 8 soatdan tashqari dastavka ishlarini ishlab qo'shimcha pul daromad topishi mumkin. Ya'ni skladdan agar 4-5 ming, bor o'rtacha 4 ming oylik topsangiz ham, bu yoqda yana qo'shimcha dastavkada ishlab kuniga 200-250 zlot bemalol ishlasa bo'ladi sezonida. Endi bu qo'shimcha ishni aytib turibman. Agar ertalabdan kechgacha ko'proq topasiz dastavkada. Bu kami bilan aytganda 200-250 zlotdan topsangiz, yana 3-4 ming alohida dastavkadan tushgan daromadingiz bilan 7 ming, 8 ming atrofida bir oylik daromadingiz bo'ladi. Xohlovchilar bo'lsa, mana ertadan o'zi aloqaga chiqinglar. Ofis manzilini yozib qoldiraman, kelsanglar ham bo'laveradi. 8 soat 25 zlotdan Bedronka skladida ish. Yankida. Mana shu Rashinga yaqin joy. Sentrdan yarim soatlik yo'l farq qiladi. Xohlovchilar bo'lsa, kutib qolamiz. Pravasi borlar bo'lsa, qo'shimcha dastavkaga ham ish qilib beramiz. Mashinalarimiz ham bor. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Videoni tarqatib qo'yinglar, tanish bilishlarga.